Qadirli dostlar, xalq naqshlarining mazmuni cho'nqur, tili go'zal va rangdor. Uning rangdorligi uning rayon xarakterligi bilan taraqqiy qilganligida. Har joy xalq naqshlari har qaysi rayon xalqlarining turmush alohidaligi va yerlik shiva alohidaligini ifoda qilgan bo'lib, o'ziga xos bir xil puraq alohidaligini shakllantirgan. Masalan, Qashqar xalq naqshlari, Eli xalq naqshlari, Kucha xalq naqshlari, Lopnur xalq naqshlari, To'qson Turpan xalq naqshlari va Qumul xalq naqshlari degandek. Bu naqshlar garchi bir yildizni saqlagan bo'lsa-mu, lekin yana o'zgacha yerlik alohidalikka ega. Qadirli do'stlar, qanamiz tövəndə yürüşləşdirilgan Qashqar xalq naqshlaridan Gül Ayşam yürüşini ko'ngil araminglarga sunamiz. Birlikda bahar olaylik.
Hürmetli radyo dinləyicilər, şunun bilan bugünkü təvərrük ilə proqramımız axırlaşdı. Proqram müharriri və riyasətçisi Gülmihra Taşbey, məsul müharriri Erkin Abdigerim, nazaretçi Hacer Gülqasım.